Shu fazalar birontasi ochilib korpusga tegib qolsa, ya'ni 220 volt korpus orqali aylanib metal bo'lgani uchun zazimina orqali yerga o'tib ketadimi? Qayerga ketadi o'sha? Mana shu 220 volt qayerga ketadi? Xo'p, aytayman, yerga singib ketadi, xullas. Qisqa qilib aytgan. Uchib ketmasa kerak, yerga singib turadi, bo'ldi. Eshit yaxshilab. Mana transformatorimizni mana neytralni 3 ta faza neytrali bor. Ataylabdan transformator zazimleniya qilinadi, kontur zazimleniya qilinadi, ugonlikka qoqilib 4 yoniga. O'sha qoqilganda mana shu neytral, mana shu kontur zazimleniya kontakt qilib qo'yiladi, jostki kontakt deydi. Ya'ni mana transformator bo'ladigan bo'lsa, 3 ta faza chiqadigan bo'lsa, neytral chiqadi, to'g'rimi? Transformator mana zazimleniya qilindi. Mana bunaqangi ugonliklar bilan qoqiladi. Qoqilgandan keyin mana shu neytralni, mana neytralni. Mana shu ugonliklar bilan jostki qilib, ya'ni nagluha deydi, ya'ni gluha zazimleniya deydi. Moshni qilib qotirib qo'yiladi. Nega desa, mana shunaqangi holat bo'ladi-yu, mana faza yerga tegib qoldi. O'shanda bu tok mana shu transformator o'zidan kelib chiqib turibdi, mana uchala faza, mana. Kelib turibdi, to'g'rimi? Neytral ham 3 ta faza ham mana kelib turibdi. Mana shu kontrazazimlida oqqan tok transformator o'ziga qaytib boradi. Kontur hosil bo'ladi. Shundaymi? U mana yerni qari kirib ketmaydi, unaqa narsa yo'q. Yerni qari kirib ketmaydi u.